بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu va taolo o'zining uyiga bosib kelgan qadamlarimizga ajrlar, mukofotlar yozgan bo'lsin. Mana shu o'z Alloh taolo yuborgan payg'ambarlarni o'rganib, uni dars qilib, ichidan ibrat olib, ta'sirlanib, unga amal qilishligimizda ko'p yaxshiliklarni yozgan bo'lsin va hasanatlarimizga Alloh taolo bitgan bo'lsin. Qiyomat kunida sahifalarimizda mana shu ilmlarimizni, o'rgangan amallarimizni, eshitgan oyat va hadislarimizni, amali solihlarimizga Alloh taolo bitgan bo'lsin. Va bo'lib ham ilm majlisidagi va'da qilingan savob ajrlar, turaveringlar, endi sizlarning gunohinglar kechirilindi, farishtalarning salovat aytib turishligi, hatto baliqlarning dengizning ichida istig'for aytib turishligi tolibi ilmga mana shular barchasi bizlarga nasib etgan bo'lsin. Bugun o'rtada qolib ketgan ba'zi ularni Alloh taolo ismlarini atamaganu, ammo lekin Qur'onda Alloh taolo laqablari bilan yoki ishora qilib o'tgan yoki qavmining otini aytib o'tgan ba'zi payg'ambarlar bor. Mana shularni aytib o'tamiz. Bu 25 payg'ambarning ichida kelmagan, ammo lekin buning payg'ambar ekanligiga Alloh taolo ishora qilib o'tgan. Bulardan bittasi Zulkifl degan. Zulkifl Alloh subhanahu va taolo qissa qiladi. Ayyub alayhisalomdan keyin qissa qilib keltiradi buni. Alloh taolo aytadiki: "Va Ismoila va Idrisa va Zulkifl kullum minas sabirin." Va Ismoil va Idris va Zulkifl ularning barchasi sabr qiluvchilardan, sabr qilganlardan. Va adkhalnahum fi rahmatina. Ularni bizlar rahmatimizga daxil qildik, rahmatimizga kirgizdik. Innahum minas solihin. Ular solihlardan edi deydi. Va yana Ayyub alayhisalomning qissasini aytib bo'lgach, Sod surasida Alloh taolo vazkur ibadana Ibrohim va Ishoq va Yaqub ulil aydi val absar. Eslang, ey payg'ambar alayhisalom, ey Muhammad alayhisalom, bizning bandalarimiz Ibrohimni, Ishoqni, Yaqubni eslang. Ularning barchasi kuch-quvvat egalari edi. Aydi, ya'ni kuch-quvvat egalari edi. Val absar, aql egalari edi. Inna akhlasnahum bi khalisatin zikroddar. Biz ularni oxirat zikrida xolis qildik. Ya'ni yoki ular oxirat uchun xolis bo'lganligi uchun biz ularni xolislardan qildik. Va innahum indana laminal mustafaynil akhyar. Ular bizning huzurimizda eng yaxshi tanlanganlardan edi dedi. Mustafaynil akhyar, ya'ni eng yaxshi tanlangan bandalardan edi. Vazkur Ismoila val Yasa' va Zulkifl. Va Ismoilni eslang, val Yasa'ni eslang va Zulkiflni eslang. Kullum minal akhbar, kullum minal akhyar. Ularning barchasi eng yaxshilardan edi dedi. Ya'ni Ibrohim, Ishoq, Yaqub alayhisalomlarni aytgandan keyin yana eslang Ismoilni deb payg'ambarlarning qatorida Yasa' va Zulkiflni keltiryapti. Shuning uchun ulamolarda xilof bor ekan. Ya'ni Zulkifl payg'ambar bo'lganmi yoki bo'lmaganmi degan masalada aytishar ekanki, ba'zilari solih kishilar bo'lgan u kishi degan ekan. Solih kishi, qavmining ichida adolat bilan hukm yurgizadigan solih kishilardan bo'lgan ekan degan. Buni mana Ibn Jarir rahimahulloh aytadi. Annahu lam yakun nabiyyan. U nabiy bo'lmagan. Indama kana rajulan solihan. U qavmidagi solih kishilardan bo'lgan. Ibodatgo'y, haq bilan hukm qiladigan va qavmining ba'zi ishlarini kafolatiga olgan kishilardan bo'lgan. Va boshqa bir rivoyatida keltirar ekan Mujohid rahimahullohdan va boshqalardan u kishi payg'ambar bo'lganlik. Chunki Alloh subhanahu va taolo ularni payg'ambarlar oldida zikr qildi va Zulkiflni, Ismoilni alayhisalomni oldida esladi. Va biz tanlangan insonlardan dedi. Shuning uchun eng sahih so'z deydi, bu kishi payg'ambar bo'lganlik, alayhisalom bo'lganlik.
Zulkifl nima ma'noni bildiradi? Bu ismlarimi desa, yo'q. Zulkifl ismlari bo'lmagan, unga berilgan laqablar bo'lgan deydi. Bu ma'nosi nima buni? Zulkifl kafolatiga olgan yo kafolat egasi degan ma'noni bildiradi. Kafolat o'z aslida ismi Bishr. Bishr. Rivoyatlar Bishr ibn Ayyub alayhisalomning farzandlari bo'lgan deydi. Bishr ibn Ayyub alayhisalomning farzandlari bo'lgan. Otlari Bishr bo'lgan, laqabi Zulkifl, kafolat egasi. Nima uchun kafolat egasi degan laqabni olgan? Ulamolar aytadi, qavmida bu kishi bir kishi bor edi. Bir kishi bir odamni o'ltirib qo'ydimi yoki bir katta jinoyat ishni qilib qo'ydi deydi. Ana shu jinoyat ishni qilib, u qozini oldida katta bir yo o'limni yoki bo'lmasa bir azobni yoki zindonni mo'yniga olib ketadigan paytda shuni kafolatini bu kishi mo'yniga oldi deydi. Ya'ni uni qo'ydirib olib, u aybni o'z kafolatiga oldi. Shundan keyin Zulkifl deb ataldi degan ekan. Shundan keyin Zulkifl deb ataldi. Yoki boshqalar aytgan ekan, yo'q, bu kishi Zulkifl deb atalgani qavmidagi ba'zi ishlarni kafolatiga olgan edi. Bo'ladi-ya, misol uchun sayramda bo'lsangiz, sayramni olsak yoki bir qishloqni oling, kattasi bo'ladi. Mana o'tgan kuni bir dadamiz vafot etdi. Har kimga bir masala yechilmayotsa, borasiz aytasiz, borib, o'tirib, uzoqdan olib kelib, shu narsalarni nima qiladi? Kafolatiga oladi. Yoki bir odam uylanmoqchi bo'lsa, kim kafolatiga oladi deydi. Bularni baxtli yashashligiga deydi. O'rtaga tushgan bir vakil kafolatimga olaman, bu yaxshi ekanligiga deydi. Mana qavmda shunday odam bo'lishlik kerak. Bu Zulkifl shundaylardan edi. Odamlarning hojatini o'tab, odamlarning o'rtasiga tushib, bera olmayotgan odamga kafolatiga o'tib, mana shunday ishlarni ko'p qilganligi uchun xalq ichidagi yaxshi ishlarni Zulkifl, kafolat egasi degan nomni olgan deydi. Shunday nomni olgan deydi. Lekin Ibn Jarir at-Tabari rahimahulloh, Mujohid rahimahullohdan keltirar ekan, Zulkifl degan nomni olishligiga sabab degan ekan. Mana bu sahihroq bu so'z degan ekan. Lamma kabural yasa degan payg'ambar katta bo'lib qolgach, qavmida katta bo'lib, yoshlari qarigach aytdiki, odamlarga kelib turib aytdi, men o'rnimga bir o'rin bosar tayyorlasam dedi. Haligi payg'ambar. Bu qavmni yaxshilikka chorlab turadigan, yomonliklardan qaytarib turadigan, odamlarning o'rtadagi masalalarni yechib beradigan, o'rnimga bir o'rin bosar tayyorlasam kim turadi dedi. Qiyin bu ishni mo'yningizga olishligi, oylik berilmaydi, pullari yo'q, va'da qilinayotgan narsa yo'q. Chunki payg'ambarlarning bari ajr talab qilmagan dedik. Shunda shu kishi Bishr ibn Ayyub turdidagi aytdiki, men mo'ynimga olaman dedi. Men mo'ynim. Lekin mo'yniga oladigan odam 3 ta narsani qilishlik kerak dedi. 3 ta shart bor dedi. Shu 3 ta shartni qila bilsa, unga bu qavmni boshchiligini topshiramiz dedi. Topshiraman dedi. Nima u? Aytdiki, yasumun nahar, kunduzlar roza tutishlik kerak. Tunlari uxlamaydi, qoyim bo'lishlik kerak va la yag'dob, g'azab qilmaslik kerak dedi. Qancha? Bir necha kun. 60 yo 70 kun. Mana shuni qilib ko'rish kerak. Shunday qila bilayotgan odam bo'lsa, chun qavmga topshiramiz dedi. Qiyini endi roza tutadigan paytingizda keladi, yaxshi ovqatlar. Eng zo'r ovqatlar roza tutgan kuningizda qilinib qoladi. Abitda palov, kechga bir narsa, roza tutgan kuningiz mehmon kelib qolgan yoki birov o'tirishga chaqirib qo'ygan, tekin pul to'lamaydigan o'tirishga chaqirib qo'ygan. Yaqumul layl, tunda uxlamaysiz yana. Tahajjud o'qiymiz desak, zo'rg'a to'ldi-yu masjidlarimiz Ramazonda. Ramazon bo'lib turib, tunda uxlamashingiz kerak, kuniga. Kunduz roza bo'lishlik kerak. Va la yag'dob, eng qiyin emashda, g'azab qilmaslik kerak bu odam. Hech narsadan g'azab qilmaslik kerak. Birov kelsa ham, uyingizga borsangiz, ayolingizga ham g'azab qilmash kerak, bola chaqangizga ham g'azab qilmashingiz kerak, ustalarga ham g'azab qilmashingiz kerak, hech kimga g'azab qilmashingiz kerak. Qiyin bu narsa-ya. Zulkifl turdidagi men mo'ynimga olaman dedi.
Katta bir mas'uliyat. Mana shuni mo'yiniga oldi. Bir necha kun ko'ramiz buni. Amalda bajara oladimi? G'azabi chiqmay kunduzlari har kun roza tutib, tunlari tura biladi. Fasakatan nas, insonlar sukut saqlaganda faqama zalika ar-rajul. Mana shu kishi turib, men mo'ynimga olaman dedi. Va uni o'rinbosar qilmoqchi bo'ldi. Shunda faja'ala iblis yaqulu lish-shayatin. Iblis lashkarlariga aytdi, shaytonlarga. Eng kattasi kim? Eng kattasi biz aytganmiz, jinlar o'zi. O'z shayton degan narsalar yo'q. Inson va jinlar bor. Jinlarning kofirlari ibodat qilmay Alloh taolodan uzoqlashib ketgan kofirlarini nima deymiz? Shaytonlar deymiz. Shatona degan so'z chegaradan chiqib ketdi. Ya'ni Allohdan uzoqlashib ketdi degan ma'no. Shayton degan so'z. Shaytonning chegarasidan chiqib uzoqlashib ketganlarning eng kattasi iblis. O Odam alayhisalomga sajda qilmay Allohning oldidan uzoqlashib ketgan iblis bu. Shu iblis lashkarlariga aytibdi. Ma fa'iya nima dedi? Alaykum bi fulan dedi. Ana falonchini sizlarga topshirdim dedi. Bu kunduz roza tutayapti, tunda tahajjud o'qiydi, g'azab qilib bashlik kerak. Sindiringlar dedi. Sindiringlar. Lekin Zulkifl shaytonni sindirib qo'ydi. Analar tahajjudda ham sindira olmadi. Kuniga turyapti. Roza tutib sindira olmadi. U bizlar u yaxshi ovqat bo'lsa ertaga tutib olamiz deb ochib yuboramiz. G'azab shaytonlar sinib qoldi, shaytonlarni sindirib qo'ydi. Shunda iblis aytgan ekanki, "Alayya, bu menga" degan ekan. O'zi endi ishni o'zi oldi. Iblisning o'zi keldi. Aytdiki, "Fajaa", iblis keldi. Bu nima qilishlik kerak? Tunda uxlamaslik kerak. Faqat Zulkifl duha namozidan keyin uxlar ekan, 2 soat. Uxlab, keyin odamlarni hukm qozi bo'lishlikka hukm chiqarib, shu yaxshiliklarga ishga chiqib ketish kerak. Tijoratiga va odamlarning orasida hukm chiqarishga chiqib ketish kerak. Tunda namoz o'qiydi. Fadaqqal bab, eshik taqiriladi. Eshik taqiriladi. Uxlaydigan vaqtida keldida, tunim bilan uxlamagan namoz o'qib. Uxlab, qarasa eshikni ochsa, shayxun kabir, katta chol turibdi. Iblis o'z suratida kelmaydi. Iblis boshqa suratlarga kiradi. Odam surati, mana bir odam suratidagi shaytonlar bor. Endi darsga kelmoqchi bo'lsangiz, to'xtab tur deydi. Keyingi darsda borasan, hozir o'tirish bo'lyapti. O'z bir oyda bir marta yig'ilyapmiz deydi. Bo'ldi, odam suratidagi u vasvasa qildi, ketdi. Shuning uchun Alloh taolo nima degan? Qul a'udhu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jinlar va insonlardan panoh so'rayman deb aytganda, iblis goho inson suratida kelib vasvasa qiladi. Inson surati. Mana payg'ambar alayhisalomni ham Qurayshliklar o'ltiramiz degan paytda inson suratida turdi degan, har bir qavm bir odamdan chiqarsin, shular birdaniga Muhammadning boshiga qilich ursin, qaysi biringlardan qasos olishligini Quraysh bilmay qoladi. Quraysh bilmay qoladi dedi. Fikrni shayton berdi. Shayton chol suratida keldi, qarang. Iblisning nayrayini. Ana ba'zi qariya bo'lsa ichingiz achiydi-yu. Eshik taqirlatib, faqir, eski tuski kiyimlarni kiygan holatda keldi. Faqirga o'xshadi. Shuning uchun ham kambag'allik doim kambag'al odam haq bo'lib, mazlum bo'lib qolmas ekanda, kambag'alni ham firibgari bo'lar ekan, nima shunday? Iblisga o'xshab. Kambag'alni ham namoz o'qiydigan, Allohni taniydigan, Allohni tanimay odamlarni aldaydigani ham bo'lar ekan. Mana iblis katta suratda, chol va faqir, bechora holatda, mazlum, singan, xo'rlangan holatda eshikni taqillayapti, Zulkiflning eshigi. Keling, kelgandan keyin aytdiki, yaqussu alayhi qissay, men qavmimda mana shunday husumatlashib qoldim, mening haqqimni olib qo'ydi, men o'zi ojiza bo'lsam, kambag'al bo'lsam, nima bo'lsam, yoshim katta bo'lsa, bunday mening haqqimni bermasa nima bo'ladi? Sizni oldingizga keldim degan narsa bilan vaqt o'tkazdi. Haligi uxlaydigan vaqti Zulkiflning vaqti o'tdi. Aytdiki, unda ertaga keling. Ertaga mana shu joyga kelasiz, qavmingiz ham keladi. Shu joyda masalangizni yechib, haqqingizni olib beraman dedi. Ertasi bo'ldi. Ertasi shu vaqtda Zulkifl aytdi, hozir mahkamaga boramiz, shu joyga keling, qavmni ham keladi, yechib beraman dedi. Zulkifl mahkamaga bordi, hali kishi kelmadi.
Keyin kech bo'ldi, yana tunda namoz o'qiydi. Uxlamagan, ikkinchi kun bo'lyapti. Ikkinchi kun bo'lgan paytda ham eshik yana taqiriladi. Endi uyquga ketaman desa eshik. Jahlingiz chiqadi-yu, to'g'rimi? Biz nima qilamiz? Tunda tursa, endi uxlayotganingizda eshik taqirlab, domla bir masala bor edi desangiz, domla nima chiqib qoladi. Yoki bo'lmasa, dam savarish kerak desangiz, men shu paytdami deb qolamiz-ku. Qiyin endi u. Endi Zulkifilga yana uxlaydigan vaqti kelyapti-da, shayton. Aytay, g'azabini chiqarishlik kerak. Keldi va nimaga kelmadingiz degan edi va men borsam, ular baribir mendan yaxshiroq, yoshroq gapiradi, bunday qiladi, sizni oldingizda xo'p deb chiqib ketadi, keyin ular baribir bermaydi. Siz uni o'zing yana biroz vaqt aytib, har narsani aytib vaqt o'tkazdi. Bo'pti, bugun boring, hozir boraman, shetga yechamiz dedi. U kuni ham bormadi. 3-kun keldi. 2 kun uxlamagan. 2 kun uxlamagan, 3-kuni ham mana shu vaqtda kelib, endi Zulkifil aytdiki uydagilarga, hech kim kelsa taqirlasa ham ochmanglar. Bo'ldi, eshikni yopib qo'yinglar, dam olish kerak, uxlash kerak. Uxlab, endi dam olmoqchi bo'lgan paytda haligi chol suratida iblis kelib yana taqirladi. Uydagilar aytdi, hozir uyquga ketdi. Birozdan keyin keling, 2 soatdan keyin. Turadi, keyin aytasiz. Yo'q, menga kel deb aytgan. Menga kelavering. Mana shu vaqtda masala nechamiz deb aytgan. Yo'q, turg'izmanglar deb aytdi degan paytda, bunday qarasa eshik ochilmayapti. Bunday qarasa uyini oldida bir teshik bor ekan. Ana shu teshikdan shunday sig'ib ketdi, kirib ketdi. Iblis o'zining qiyofasiga keldi, shu joyda kirib ketdi. Odamlar ham payqamadi, uyning ichidagi odamlar ham payqamadi. Uyiga kirib olib, uyini eshigi ichidan taqirladi. Zulkifil nima bo'layotgan ekan deb turdi. Nima bo'ldi deganda, qayerdan kirdingiz deganda, eshikdan dedi. Qarasa eshik qulf. Ayollarga, uydagilarga nimaga kirgizdinglar? Men sizlarga hech kimni kirgizmanglar degandim. Biz kirgizmadik, mana eshik qulf turibdi dedi. Bunday qarasa teshik. Shundan keyin bildiki, anta aduvulloh, sen Allohning dushmani iblissan dedi. Bilib qo'ydi. Sen Allohning dushmani iblissanmi dedi. Na'am, ha. Ayyaytani fa kulli shay'in fa'altu ma tara la ughdibannak. Seni shu mo'yningga olgandan beri kunduzlar ro'za tutaman, tunlari tahajjud o'qiyman, namoz o'qiyman, qoyim bo'laman, g'azab qilmayman degandan beri men o'zimga qasd qildimki, sening g'azabingni chiqarishlik uchun. Lekin sen hech g'azabing chiqmadi dedi. Fasammahu Allohu zalikal kifal. Seni ana shu vaqtda aytgan ekanki, sen kafolatingni mo'yningga olgan ekansan. Haqiqatan olgan kafolatingda turding dedi. Ana shundan keyin kafolatida, ya'ni olgan va'dasida, mo'yniga olgan narsasida turuvchi degan nomni oldi degan ekan. Alloh taolo atadi bu ismni degan ekanda. Shundan keyin aytadi deydi. Mana shu kishi bo'lgan deydi. Zulkifil solih kishilardan bo'lgan. Bu kishi hatto mana Abu Musa Ash'ari aytadiki, yusalli kulli yawmin 100 salatin. Kuniga 100 rakat namoz o'qiydigan kishilar bo'lgan deydi. 100 rakat o'qiyar ekan. Fatakaffala Zulkifil ana shundan keyin o'ziga ay shu 100 rakatni kafolatiga olgan kishi deganligi uchun bunga Zulkifil kafolatida turuvchi degan nom berilgan ekan, 100 rakat. Xo'p, mana shu solih kishi bo'lgan. Bu kishini ham aytib o'tdik, chunki Alloh taolo buni atadi Qur'onda. Zulkifil deb solihlardan biz uni rahmatimizga kirgizdik deb atagani uchun aytib o'tyapmiz. Qarang. Mana shunday qilib turib, qavmida Yasa'dan keyin qavmini boshchiligini qo'liga olgan, g'ish g'azab qilmagan, tunlarda turgan kishi bo'lgan ekan.